Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan mana shu primer kir mashina, polavtolar kir mashinalarini tuzatamiz. Bunga nima bo'lgan? Taymeri ketgan, yemini yuvadigan tarafdagi motori kuygan. Motorini va taymerini almashtiramiz. Birinchi o'rinda biz taymer turibdi. Taymerni nima uchun almashtirish kerak? Qop-quruq kuyib ketgan. Kontaktlar tok o'tkazmaydi. Shuning uchun uni almashtiramiz. Bizga bu motordan keyin almashtirishimiz kerak bo'lgani uchun uni yopib turamiz. Endi ag'daramiz. Ag'dardik. Boltlarni yechib olamiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ta. 10 ta boltni yechamiz. Mana shu teshikdagini poylash qiyin. Yaxshilab e'tibor, mehr berish kerak bo'ladi. O tushdi. Hamma boltni aylantirib yechib oldik. Endi buni yotqizamiz. Mana remeni chiqarilgan. Yana bitta mana shu holatda tokka tiqib tekshirib ko'ramiz. Bu yoq ochishda mana joyga uriladi. Oson ochiladi. Ko'ryapmiz. Yo'q. Tash. Tugdan sug'uramiz. Xo'sh. Endigi masala. Mana bizning motor. Motor 3 ta boltga qotilgan, 3 ta bolt yechish kerak bo'ladi.